29 bab. Pələk çağı toxtamay çörgülüb 1980 yillarning oxiriga kelganda Taklimakon osmonda bo'ronli kunlar texmi ko'paydi. İç bag'ri qurg'udilib, talvalashgan qum bo'ron ko'tarilishi bilan qora bulutdek turilib ko'k o'rlaydi. Barxanlar qumliq, do'ng yo'tlar tinimsiz kuchatdi. Bo'ron xuddi asr varaqlarini harmay o'rib turadigan sehrli qo'ldek qum o'rkashlarida barxanlarda qatma-qat halqisman izlarni qoldiratdi. Taklimakon xuddi uzoq yillar asarlarining sir hikmatlarini bag'riga besib yotgan hikmatli kitobga o'xshaydi. Yillar turdi qariyni 45 yoshlarning qarisini olgan qovul dehqonga aylantirgan edi. Necha 10 yillik qaynaq aptab judun chapqun tavlagan öңüdün ayni yillardagi oq seriq, yumran 18 yoshlik yigitning qarisini ko'rgil bo'lmaydi. Helimgülmü hozir 4 balaning onasi. Ularning cho'ng qizi nahiyatga to'liq o'tir maktabga qabul qilindi. Yozliq ta'til to'shsila u saboqdoshlari bilan nahiyaga berib, yotoqda yetib o'qiydi. Helimgül helidilla qiziga chidamay o'ltir suqibsa qizim nahiyaga kelsa necha oyda bir kelar, qiynalib qolarmi, shaharliklar bo'zaq qilarmi, seg'inib ketsam qanday qilarman deb ko'z yoshi qilishga boshlagan edi. Ularning ikkinchi bolasi Turg'un qari o'qish bilan xushi yo'q bo'lib chiqib qolganlikdan boshlang'ich maktabni bitiribla o'qishdan to'xtab qolgan. U hozir etis eriqning ishiga xeyli pishib qoldi. O'g'illarining kichigi boshlang'ich maktabni amdila bitirdi. Kichik qizi Zumrat 2-sinfda o'qiyotdi. Zumratdan keyin Helimgül yana bir qitim qo'saq ko'tardi. U yillarda planliq tug'ut siyosati yo'lga qo'yilg'ashqa boshlagan edi. Bozordan kelgan doktorlar to'g'raqliqdagi plansiz qo'rsaq ko'targan 10 necha ayolni traktorga besib bozorliq doktorxonaga olib borib qo'rsaqdagi bolasini oldirib o'tgan. Shu chaqda Helimgülning bolasi 5 oylik bo'lib qolgan edi. Shuningdan keyin Helimgül toza saq bo'lolmadi. Turdi qari uni noya shahardagi doktorxonalarga olib borib baqdi. Dahan tevib qum ko'rsatdi, lekin foydasi bo'lmadi. Helimgül bir necha kun etisiga chiqsa yoki uy ishiga o'zini urib qo'ysa, belini ololmay habdalab xunsirab yetib ketadi. Shunga turdi qari uni etisiga chiqishdan to'saydi. Zaynab hammo uy ishini o'zi jihroq qilib, uni yenikroq ishlarni qilishga, o'zini issiq tutib, qo'lni sovuq suvga tiqmaslikqa undab turadi. İşçi kuchlik kichigidan birdan bekor turmay ishlab o'rgangan Helimgül o'zining bu holiga tushib qolganiga, yashnib qolgan qiyni onasini jafoda qo'yganiga, kesal onasining holidan xabar ilib tura olmaganiga ichi seyrildi. Kesal bilan ko'ngil g'ashligi qo'shilib, uning chiroyini samandek sarg'aytgan edi. O'mi boshlangan kunlarda Ro'zaxon boshqalar bilan tang o'miga chiqib rosa ishladi. 3-kuni osh vaqti bo'lganda o'g'aqni tutib biror soatcha yerga qarab o'ltirib ketdi. Orqadan o'g'aqni egiz ko'tarib oldi keyniga cho'gilib, vaqirg'incha o'zining atrofidagi yerlarni chopqilib turdi. Boshqalar uni o'zini chepib olmasin deb ansirishib qarab turdi. Oxir bir necha kishi kelib orqasidan tutib olganda, "Meni qo'yib beringlar, men jinlar bilan ilishyapman" deb vaqirib, jon jahli bilan tirkishatdi. Erlar uni so'rab tortishtirib uyiga ilib ketdi. Oqshimi Zaynabxon chuju go'shti to'g'rab, uyg'uri etib, o'choqqa qatlama yiqib, Seyit qariyni uyga chaqirdi. Seyit qari o'ruq, lekin jini ching, ovozi g'arang-g'urung chiqadigan uzun qora soqolliq odam edi. U ko'zini yumib ikki tarafiga irg'anglab o'tirib, oyat o'qiyotib uxlab qoladi. Uning bilan birga kelgan qizil soqol odam hay qari deb dimbisiga shipilaqlab qo'ysa, yana midirlab kelgan yerdan boshlab o'qib ketadi. O'qib yana to'xtab qoladi. Qizil soqol odam yana hay qari deb dimbisiga shipilaqlaydi. U yana tavrinib o'qishga boshlaydi. O'qib etib oldidagi qochiga so'hlab qo'yishni unutmaydi. Qochidagi suv noyati advorliq demidi suyiga aylanadi. Bu suyni ishkalla odam o'likda qetib uxlab ketadi. To'g'rilikda uningdan boshqa mo'lining demirisi bunday ta'sir qilmaydi. Zaynabga uni pat uyiga chaqirib, Qur'on o'qitib, oldiga 2-3 ko'y pul,
ikki qatlama qo'yib qo'yatdi. Ro'zaxon demidini ichib uyqusiga qelib uxlab olgan chog'larda sog' odamdek bo'lib qolatdi. Qo'liga oliy maktabda o'qigan kitoblarni elib olib, qo'mishliq do'ngda o'ltirib qog'ozga qandoqdir shakllarni sizish bilan bo'lib ketadi. Podichilar bilan uşaq ballar uning atrofiga olishib, uni gapga soladi. Ro'zaxon aka, nima sizyapsan? Aeroplan loyihalayapman. Aeroplan loyihalash degan nima degan gap? Nusxa o'lchamlarni avval qog'ozga tushirib olish, loyihalash bo'ladi. Har qanday narsani loyihalab, ondan yasaydi. Aeroplan yasab nima qilsan? Jinlarni birini qo'ymay qo'g'laydiman. Jin deganni oyat o'qib qo'g'laydi. Asad mullamdek oyat o'qigancha jin olib ketib bormamdi. Nadiki jinka u? Biz ajab ko'rmadik-ku. Bo'yningga 5-6 sey minibapti-ku. Shunimi ko'rmayotsamsan, hammangning beshiga chechib siyotidi. Shaltiraqlari og'zinglarga iqyotidi. O'lishib turganlar bir-biriga qarab qaqaqlab kulishadi. Ro'zaxon yurtga qaytib kelgan yili 5-6 oygacha xeyli saq yurdi. Ikkinchi yili adiyazda yana kechasi uxlamay o'yliq chiqib qarab turib oldigan. O'zi bilan o'zi vaqirab-jaqirab kimlar bilandir zakonlashadigan bo'lib qoldi. Onasi uni uyga kirib uxlagan desa, bu uyda men yotqudek yaqaptimi? Har qadamda birer yuzdan jin tursa, hamma yerni ko'lab o'yman cho'nqur qilayotgan tursa, men nada uxlayman deb xafa bo'ladi. Jinlar ichib qo'ydi deb kutdiki, chiltakdagi suni qochisidagi oshni ochqib to'kitadi yoki qo'liga ora supurga ilib bir kimlarni qo'g'layotgandek qumushliq tarafga qarab yuguraydi. Qumushliqda egiz bir do'nga chiqib olib to'xtamay so'zlaydi. Ba'zida qumushliqning oyog'idagi shalong to'g'roqliqqa kirib biror tub to'g'roq yoki yulg'unning tuvida kullab o'ltiradi. Zaynabxon bolalarga qumushdan bir kap yostib, yozicha Ro'zaxonga hamroh bo'ldi. Qishda teriga oldirib baxdi, pirmi o'qitdi. Boshqalarning maslahati bilan to'y qilsa o'nglik qolar deb o'ylab baxdi. Uning qiliqlariga Zaynabxon chidagan bilan xotini chidamadi. Kelin qiz to'ydan 2 oy o'tmay onaning uyiga bir ketguncha kelmadi. Zaynabxon toza parakandichilikda turganda bir kuni Seyit qori uyga kirib keldi. Ro'zaxon shu qitim demidi suyini ichibla atsi kashkicha mit qilmay uxladi. U hech kimning gapini anglamasimi, Seyit qorining gapini anglaydi. Toza g'alab qilayotgan chaqlarda uni ko'rsila shuklab qoladi. Seyit qorining pat-pat kelib turishi bilan uning kesili ilgirki yillardagidan farqlanib, rangi-ro'yi o'ngishishga boshlagan edi. Yozma oxirlashib qoldi. Bug'doy yig'ilib, o't zamon to'shib olindi. Tünügünlər buğdaylar dolqunub turgan etizliklar boşanğa onaning bag'ridek quruqdilib qoldi. Lekin dehqonning qo'li texi bekor bo'lmadi. Etizlarda ko'mir qo'noqlari shub etib turadi. Engiz yerni og'dirish, kuzgi buğday teriydigan yerlarga o'g'it to'p to'shish, eg'il qo'tallarni o'ngshishdagi ishlar navbat saqlab turadi. Shundaqdimi bu ishlarni yozdagi qatlanchilikda selishtirg'ili bo'lmaydi. Shundaq kunlarning birida Zaynabxon turdi qorini ishkirki uyga chaqirib, tovar yog'liqqa o'ralgan bir bog'lam pulni uning oldiga qo'ydi. Ota-bobolarimiz mushu yerning ahvoliga qarab, ochliq, chorva, o'rmonni tang tutib ketgan. Bizningcha buningdan keyin mushu yo'lni tutsak ziyon tortmaymiz. Biz ilgari mushu yo'ldan chatlagan chaqlarda nurg'un ziyon tortgan. Ikkinchilik saboqlarimiz oz emas. Juma Axun degan qo'ychi odam rahbarlarim anglab qilsizlar, men bultur qo'y boqqan yerlar qum ostida qoldi. Bu yil qo'y boqqan yerlarimni kelar yili topolmasligim turganli gap. Qum yerni mushundoq yolmoq yutiversa, yana necha yilda biz jon saqlag'udak yer qollarmi dedi. Rahbarlar ularning so'zini astaydil angladi. Ularni qo'g'in tavuz, xushpiraqliq gulchiyi bilan mehmon qilib, oxirida fikringlarni cho'qim o'ylashimiz, xotirjam bo'linglar deb chiroyli yo'lga soldi. Ular ko'ngda buvaylarning deganlari o'rinliq ekanligini biladi, ammo reallikning ulardan talab qildig'ini boshqa narsa emas, hozir degan islohot yo'l ichish davri. Ular qobiliyatini isloh qilish, yangilik yaratish bilan namoyon qilmasa, bir izda to'xtab qolsa qandoq bo'ladi? Ro'zaxon uydagi
radio, televizor degandek narsalar bilan hapalashga amroq edi. Buzilib qolsa, u yer bu yerni ko'labla birdamda yasab qo'yatdi. Keyin qo'shnilarning motosikletlarini urug' selish, don ayirish mashinasini, hatto so'paklarni yasaydigan bo'lib qoldi. Uning qandaq kasbda, qandaq o'qiganligini toza bilib ketmaydigan dehqonlar uningga yillari hunar o'rgatgan gap bo'lmasa o'zicha remichi bo'lib qolamdi deb yurishadi. Turdi qari ho'yli ishkiga yondab ikki ig'izliq uy silib, Ro'za axunga remontxona ichib berdi. Ro'za axun dehqonlar aklib bergan saymonlarni remont qilib bo'lib, ish kelmagan chog'larda yana imir-chimir bir narsalarni sizish bilan bo'lib ketadi. Uydagilar uning tushuniksiz siziqlarga qarab kesil tutibdi deyishadi. Lekin uning mushu ish bilan mashg'ul bo'lgan chog'larda kunlab jim o'tirdiganligi, qo'mishliqqa berib olmaydiganligidan mamnun bo'lib qoladi. Ro'zaxon topgan pullarini bir pung uyon-buyon qilmay yig'ib, yozda shahardan cho'ng 2 sanduq saymon ilib keldi. Uning ichida yezigilik mashinalari zavodi arzon bahada setib bergan koni istanok bilan kompyuter bor edi. U kompyuterni olgandan keyin do'konni bozor bo'yiga ko'chirdi. Endi kecha-kunduz kompyuterning oldidan qopmaydigan bo'ldi. Ilgari qog'ozga sizadigan siziqlarni endi kompyuterda sizadigan bo'ldi. U ba'zida kunlab og'ziga giyoh chog'liq narsa solmaydi. Yuzini yuvishni unutib qoladi. Bir chog'larda qiz savoqdoshlarining ichini kuydirgan chashlar hozir o'sib, kirlishib, mursida paqpiyib turadi. Mayka ishtonlarda yo'g'on qora dog'lar ko'zga tashlanadi. U chechi bilan kirlishib ketgan mayka ishtonini jon tikib qo'g'daydi. U odatda odamlar bilan noiti oz paranglashadi. Yo'l manganda yerga qarab kusurlab so'zlab mangadi. Dehqonlar akilib bergan narsalarni noiti ittik yasab beradi. Ammo ish haqqini nesi qoldirishga qat'iy urinmaydi. Uni izlaydiganlar ko'p edi. Ba'zida uning do'konining oldida cho'ng-kichik avtomobillar tuva navbat kutib turadi. U neftlikdagi remontchi ustalar bilanmi tanishib olgan bo'lib, bozordagi ham neftlikdagi xanzlar uni sarang doktori deydi. U Qashqarga pat-pat berib turadi. Bir yili yozda u do'konni taqab qumishliqdagi tuzrak bir parcha yerda noyda kilangsiz, g'alati bir narsani qurashtirishga boshladi. U go'yida mayga milinib, qandoqdir mintalarni chingtib yursa, go'yida beshiga qalpoq kiyib kapsharlash bilan mashg'ul bo'ladi. Uşaq balalar bilan bekorchi odamlar qumishliqqa yig'ilib, uning qilayotgan ishini tomosha qiladi. Ularning ichida Ro'za axunning masxara qildiganlarmi, "Hey, uni sil chaqliqli bo'lmaydi-jimi?" deydiganlarmi bor edi. Hammasi o'zlaricha uni buni deb ko'ngilini ochadi. Qo'mish böbüklari sarg'ishga boshlagan kunlarda tomosha ko'rayotganlar yerdagi g'alati narsaning yo'g'on ying'nag'ishga o'xshab qolganligini payqashdi. Voy, u rostilla aeroplan yasab etibdi. O'xshab qopti. O'xshab turdi, lekin u uchalsi hisob. Ras, uchalsi hisob. Hey haq, ahmaq bo'lmanglar. Aeroplan degan ko'rgani odam yasab o'ynaydigan laglak emas. Ashu sarang aeroplan yasab ketami? Hey, aqlliqlar, og'zinglarga beqib so'zlanglar. Har qanday mashinaning tilini bildigan, har yo'g'on avtomobillarni remont qilayotgan odam u. Oradan yana bir necha kun o'tdi. Endi aeroplanning odam o'ltiradigan 2 kishilik o'rindiqi uning oldidagi kir yuvish mashinasiga o'xshab ketadigan sanduqqa o'rnatilgan agri tutqich, aeroplanning ustidagi egiz pildirlig'ish, kinodagi aeroplanlarning putiga o'xshab ketadigan bir jup put dehqonlarning ko'zini oldi-chakman qilibdi. Bir kuni odamlar toza yig'ilgan bir vaqtda Ro'zaxon o'rindiqqa chiqib o'ltirdi. Tomosha ko'rib turganlar "Voy, mana uchadigan bo'ldi" deyishib davulg'ab ketishdi. Ro'zaxon oldidagi sanduqdek narsaning bir yerlarini besib, agri tutqichni kuch bilan besishiga qattiq g'arildigan ovoz chiqib, pildirlig'ish aynishga boshladi. Kishilarning cho'qan surallari ostida aeroplan yerdan odam bo'yi ko'tarildi-da, tuyuqsiz joq qilib tushib ketdi. Yerdan qo'yiq to'pichan ko'tarildi. Pildirlig'ishning aynishi borgan sir ostilab to'xtab qoldi. Ro'zaxon darhol tushib, aeroplanning u yer bu yerini tekshirib, ventlarni chingtib, uni yana bir qitim uchirmoqchi bo'ldi. Ammo aeroplan mit qilibmi qo'ymadi. Keyin mahaldagilar Ro'zaxon oldinib yaramsiz motor ilib
qolgan ekan, chataq motordan chiqibdi deyishib yurdi. Ularning degani rost edi. Ro'zaxon topgan targinning hammasini mushu motorga xajlagan ekan. Sovuq tushgili turganda Ro'zaxon aeroplanni bir necha bo'lakka bo'lib, ambarga akirib, ustini so'lya lata pitalar bilan cho'nkab qo'ydi. 30 bob. Shira oldida mükchib o'ltirgan Dilmurod ikkin birisi uyushib, qalam tutgan qo'li talg'andila qalamni qo'yib, o'rnidan turib ketdi. Tamdagi soat tong sahar soat 4 ni ko'rsatib turadi. Atrof jimjitlik cho'kkan. Onda sanda uduldagi uydan bolalarning tushakab qilgan gaplari anglab turadi. U bugun nimacha uzoq o'tirib ketdikin, ha? Yiroqdan vokzalga kirib kelgan poyezdning gudik ovozi anglanganda uning ko'z oldiga suv so'sin ranglik chiroqlar yenib turgan odamsiz sovuq vokzal, uyqusirgan holda poyezddan tushib, saharning tanni shurkantiradigan havosiga un-tunsiz taraf-tarafga ketayotgan odamlar keldi. Har qitim gudik ovozini anglaganda uning ko'z oldiga shu ko'rinish keladi. U ixtiyorsiz odamning hayotimi ana shundoq bir necha kunlik safarga vokzalda uni kutib turgani sirliq, noma'lum bir manzil emasmi deb o'ylab ketdi. U derazani ichib etib, kash kuzning sovuq shamoliga yuzinib kerildi. Put-qo'llarini uyon-buyon harakatlantirdi. Orqadan avaylab minib oshxonaga chiqib, bir piyola sut qaynatib ichdi. U kichik uydagi yolg'iz kishilik karvatga o'zini tashlabla uyquga ketganda sahar soat 5 bo'lgan edi. Yana bir soatdan keyin ayoli, bolalari o'rnidan turadi. Dilmurod tushga yaqin uyg'onib, oddiy nashta qilib olgandan keyin tomoq etishga tutindi. Bu uning ayolidan kechirim so'ragan edi. U yaqindan buyon kashkicha ishlab qilayotganligidan ayolning uyqusiga ta'sir yetkazmaslik uchun kichik uydala yetib qopadigan bo'lib qolgan edi. Ayoli gap so'zlardan o'zining noroziligini necha qatim puritib bo'ldi. Biroq u ishga kirishibla ketsa, o'zini tortolmay qoladi. To'lqindek uzilmay bir-biriga mingishib keldigan o'y fikrlar uni reallikdan ayirib, sirli qanoatlari bilan yiroq manzilga elib ketadi. U yozuvchi emas, shoir emas, ammo uningga adabiyotga o'tdek ishtiyoq bo'lib qolmay, bir xil tabiiy tuyg'unlik, o'zgacha chunqur bir sezgur bor. U ashu ishtiyoqning turkisida hayotini nurg'un kitob o'qidi. Hozirmi to'xtamay o'qiyotdi. Ammo nima uchundir kitoblar to'g'risidagi ta'sirat bahasi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Hatto o'zini katta adabiy hisoblaydigan xeyli nurg'un kishilarga o'xshamaydi. Buning sababi uning adabiyotdan kutadiganlarning boshqalar o'xshamaydiganligida bo'lsa kerak. U adabiyotni hech qachon ishchi pushiqi, vaqalik tizmisi yoki dabdabalik so'zlar ko'rgazmasi deb bilgan emas. U oliy maktabda o'qiyotgan chog'larda xotirasiga adabiyot degan nima? U qog'jirgan, bo'g'ilgan ruhning qip-yalang'och holdagi azobi, tirkishishi, hayotlik, o'lim va muhabbat haqidagi mangulik his tuyg'u. U qon tomchilab turgan yurak, kristaldek suzuk qalb. U ba'zida dunyoga qayta tirilishning azobi va tantanasi. Biroq bu his tuyg'ular xuddi chunqur dengizdagi marvoyatga qo'ram toshlar orasiga yoshiringan yoqutga o'xshaydi. Uni bayqash uchun o'tkir ko'z, uningga erishish uchun fidokorlik va hormay talmay izlanish zarur deb yozgan edi. U asarlardan ana shu ruhni izlaydi. Muqovasiga hal yolitilgan qilin kitoblardan izlagan narsani topolmagan chog'larda umidsizlanadi. Qalbini dilig'ulluq va shubha tumanlari qaplab, ushqur tafakkuri urkigan qushdek chepib ketayotgan qalbi to'xtab qoladi. Ilmni xo'rlash badiliga kelgan arzimas manfaat va shuhrat, soxta hissiyot, quruq madiya, hamma yerni qaplab ketgan soxtalik va ikki yuzlimliklar uni adabiyotdan, boshqalardan, hatto o'zidan bezor qiladi. U nima uchun boshqalardek atrofdagilarni, yuqoridagilarni xushal qiladigan manfaat, o'rin martabaga yaqin bo'lgan dog'dam yo'lni tanlamadi? Nima uchun oylab, yillab
Yeni bilan quduq qo'lgandek ajr bilan yezib chiqqan ilmiy asarlari, yirik maqolalari, kasb ahllari, mutaxassislarning yuqori bahosiga qaramay qandaqdir bahona sabablar bilan besilib qo'yildi. Soğuq muomalaga uchraydi. Aksicha rohat farog'atlik turmush, to'y, choy, o'yin kulki ichida o'zini utpiratmay, tarlimay yashaydigan, yozdiganlarning bir qilibdiki faqiroq asarlari to'rdan tushmaydi. Mukofot, nom ataq, unvon hamon shularning bo'laverdi. Nima uchun ilm asli mohiyatidan yiroqlab, jon beqish yo'liga, savdoga aylanib qoladi? U ba'zida shularni do'rmoqchi bo'ladi-yu, doğrayolmaydi. Ulardek yaşaş üçün u qaytadan başqa bir adam bo'lib tug'ilishi kerak edi. Ba'zida ayoli bilan echilib, yeyilib paranglashib bo'lgan chog'lardala ko'nglidagi ana shundoq gangirash, dil azoblarini so'zlaydi. Bir qitim ayoli: "Siz nemishqa shuncha astoydil bo'lib ketdingiz? Amaliyotda ularla soxtipaz emas, dunyoda hamma odam foyda manfaatga, nom shuhratga intiladi. Ular uni oshkora qo'g'lishidi ham uninga erishidi. Sizchu, sizda foyda manfaat, nom shuhrat tamosi yo'qmi? Nemishqa oshkora qo'g'lashmaysiz? Boshqalar qo'g'lashsa ranjib yurisiz. Bu yasalmalik emasmi?" dedi. Hamma ish nom manfaat uchun bo'lsa, ilmchu uning g'amini kim yeydi? Shon shuhrat bor yerda ilmmi bo'ladi-da? Yo'q, ikkisi ikki gap. Darvaqa ilm shon shuhratmi ilib keladi, lekin ilm bilan shon shuhrat, manfaat deganlar bir yerda bo'lishi notayin. Texi ba'zida bir-biridan ayrilib qoldi, hatto qarma-qarshi o'ringa o'tib qoladi. Nom manfaatga ilm ahli emas, to'laroq soxtipazlar erishadi. Bo'libmi bizning samimiyat yetarsiz muhitimizda shundoq. Undaqda siz o'zingiz yolg'iz ilmlik himoyachisi bo'lmoqchimi? Shunda qilalsam faxrlangan bo'lardim. Men sizga deb qo'yay, Uyg'ur ziyonlarida kam narsa dal shundoq ruh. O't kuydirilishdan qo'rqmay ilmiy haqiqatda ching turalaydigan yurak. Dilmurod bu gaplarni ayolga emas, o'ziga qiladi. Ayoli uning tanqidchilik, bunchivala chunqurlab o'zini urib ketishni yoqtirmaydi. Bu ishlarning nima hojati? Bugungi kunda foydasi yo'q. Xapliq to'lib bundaq ishlar kimga xo'shaqidi? Uning ustiga kim biladi? Uyg'ur adabiyoti deganlar qancha kunlik qoldi. Bo'ldilar, kasb almashtirib bilan 1-2 yilga qolmay bo'lim boshliq bo'lishingizda gap yo'q. Bundaq gaplarni anglaganda Dilmurod shu hamon o'ngatdi. Ayoli uning alpozdan qo'rqib o'zini oqlashga boshlaydi. Uning ayolida nima gunoh? U mushu davrning ideologiya formasi bo'yicha o'sib yetilgan. Urumchidek bir shaharning odami, uning ota-onasi yurtidagi nomrod turmush va tuvan o'rindan qutulib, Urumchiga kelgandan keyin Urumchining turmush iqimiga tezdan moslashgan. Bolalarni shu iqimga moslashtirib tarbiyalab, o'zlarini davrning oldida mangan alayda kishilardek his qildigan. O'zlarining va ota-onalarining vujudidagi an'anaviy madaniyatga xos narsalardan yergindigan, hatto past ko'radigan bo'lib qolgan. Bundaq odamlar Urumchida ma'lum ko'lamni shakllantirgan. O'z ona tilida so'zlashmaslik ularning asosliq belgisi. Ular o'z tilini bilmaydiganligidan faxrlandi. Avtobusda, yo'llarda sahrocha kiyingan urumchiliklarga o'xshamaydigan odamlarni uchratsa masxara qiladi, kamsitadi. Bu orqali o'zlarining madaniyat saposi va ma'naviyatdagi bechorligini oshkorlayotganligini his qila olmaydi. Ular jon tikib moda qo'qlashadi, yana kelib noiti manfaatparast, o'tmish yoki yiroq kelgusi bilan hisoblashib o'ltirmay, ko'z oldidagi manfaatni ching tutadi. Ayolning shu xil mijozi tufayli ayol ikkisi bolalarning qanday tilda o'qish masalasida orqa-orqadan qattiq janjallashdi. Hatto ajrashib ketish darajasiga berishdi. Dastlabda o'g'lining ishida Dilmurod yengib chiqib, o'g'li uyga yiroq, shaharning yana bir chetidagi Uyg'urcha boshlang'ich maktabga o'qishga kirdi. U boshlang'ich maktabni bitkizgicha Dilmurod bir kun qolmay o'g'lining atigini maktabga o'zi olib borib, kashni o'zi qaytarib keldi. Qizning ishida ayoli qancha yo'l qo'ymadi. Qiz bola ojiz,
Xansuchi o'qimasa jamiyatda putirab turolmaydi, jinini boqolmaydi, eriga bo'zak bo'ludi deb 6 oy qaynadi. Dilmurod bilan ajrashib ketib, qizini o'zi o'qitmoqchi bo'ldi. Oxir ularning ishiga cho'nglar aralashdi. İkisiga gap o'tkazolmay, xafalıqda doktorxonada yetib qilishdi. Cho'nglarni ayash yuzsidala ular ajrashmaydigan bo'ldi. Dilnur naiti talabchan ona edi. Qizining til iqtidorini yetildirish uchun uyda xanzuchili so'zlaydi. Topshiriqlarni ishlatdi. Qizi Guliston bir yilga bormay Beijing talabbuzda chaqmaqdek so'zlaydigan bo'lib ketdi. Ammo ona tilini unutdi. Dadasi qiziga o'z tilida so'zlasa, Dilnur xafa bo'ladi. Gulistonmo dadasining gapiga javob berolmay duduqlab qolardi-da, darhol xanzuchi javob beradi. Ana bola ikkilisi cho'ldirlab so'zlashib, noyida inoq o'tadi. O'g'li bilan ikkisidan hissiyat jihatda yiroqlab ketayotgandek bo'lib qolgan edi. Bir qatim Guliston akasining xanzucha bir xatni tonimaydiganligiga ajablanib, "Dada, akam do't ekan, mushu xatni tonimaydi ekan, men mushundoq akam bo'lib qolganligidan nomus qilaman" dedi. Dilmurod ayolga anlatib, "Qizim, nomus qilishga to'g'ri kelsa, o'zingizning Uyg'ur qizi turib, Uyg'urchani bilmaydiganligingizni nomus qiling" dedi. Ayoli buni anglab qilayotgan ishini tashlab, Dilmurodga qarab g'azab bilan chekchaydi. Uyda mushu tufayli har kuni degidek talash tortish, qiydash bo'lib turadi. Dilmurod borgancha ish pushiqi va ochiqini haraqdan oldigan bo'lib qolgan edi. Buning yaxshi ish emasligini bilib, o'zini haraqdan tortmoqchi bo'ladi. Ba'zida necha oylab ishmaymi boqadi. Biroq bir kunlarda yana mast bo'lib qoladi. Bir esa necha kunlab o'zini tutolmay qoladi. Mastlikdan yeshilganda o'z-o'zidan seskinib, haraq deganni ikkinchi og'zimga olmayman deydi. 31-bob. Nazorat qo'rasidagi eng oxirgi bir korpus koni uyni chiqib, salvan bino putish oldi turadi. Rustamning ishxonasidan uy talab qilib keldiganlarning oyog'i uzilmas bo'lib ketdi. Bugunmi tushgacha 5-6 kadr xirqirab so'zlaydigan bir qeri xotin 3 bolasini agashtirib olgan bir ayol iltimos ko'tarib keldi. Kadrlarning ko'p qismi cho'ng bo'lib qolgan bolalar bilan 1-2 egizlik uyda o'tirib kelayotganlar ekan. Qeri ayol o'lib ketgan bir koni kadrning ayoli bo'lib, uyi 1-qavatda ham kun tushmaslikdan bo'g'im yollig'i bilan ziqqa kesili eg'irlashib ketgan ekan. Qo'lida doktorning isbotlari bor ekan. Kichik bo'lsa-mu, oftob tushadigan issiqroq uyda o'tirishni orzu qildi ekan. Nazorat ishxonasining oshpazi planliq tug'ish siyosatiga xiloflik qilganlik uchun o'tgan qitimqi tangshashda uy taqsim qilinmayla qolmasdan maoshi bir daraja tushirib etilgan. Jarmana o'li to'lagan ekan. Bugun uning vat xotini yig'lab turib 1 soat dard to'kdi. Onasining yig'layotganini ko'rib, bolalarni tang yig'lashib ketdi. Rustam kelganlarning hammasiga tashkil ahvolinglarni bildi. Men to'liq xabar topdim. Uy masalasi muzokara qilinganda ahvolinglarni alohida o'tirib qo'yman. Xotirjam bo'linglar deb javob berdi. Oldingi kuni nazorat qarmog'idagi boshqa idoraga yutkilib ketgan ayol kadrning eri alpozni buzib jidal chiqarmoqchi bo'lgandimi, u pozitsiyasini o'zgartmay turdi. Ahvol aytib kelganlarning ba'zilari ilgirgi mudir ahvol aytib kelsak, gapimizni anglamayla vaqirab ketadi. Siz dardimizni to'liq anglaydi ekansiz. Mushu gaplaringizni anglabla uy olmasaqmi, ko'nglimiz xush bo'lib qoldi ekan deyishadi. Ular Rustamning kichik vaqtida o'zlaridan nechasi ig'ir kunlarni ko'rganligini bilmaydi. Aksicha Rustam Nomrod bechora odamlarning ruhiy holatini, ularning yaxshi muomalaga va tasalliga naqadar muhtoj ekanligini obdan tushunadi. Shundaqla o'zining qo'lidan uncha cho'ng ish kelmaydiganligini, bu qadimgi uy taqsimotidami o'tgan qadimlardagidek yo'li bor, ipi borlar paydo oldiganligini, ko'p qism uylarga yanada cho'ng, yangi uylarda o'ltirayotganlar ko'chib chiqadiganligini, ahvol aytib kelganlardan tali borlarla boshqalardan oshgan uylarga erisha oladiganligini biladi. Shunga imkon qadar ularni chiroyli gap bilan xotirjam qiladi. U doim ichida konularning bug'doy nening bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmidi degan so'zni o'ylab ehtiyotsiz ta'sirlanib ketadi. Bu so'zning ma'nosini o'zidagi chunqur tushunadigan yana bir odam yo'qdek his qiladi. Uning ustiga hozir kadr o'stirishda ommaning ro'yi
qudratni sinaydigan ish chiqdi. Bu degan seni qo'llaydiganlar ko'p bo'lsa, tezroq o'salaysan degan gap. Demak, odamlarni bug'doy so'z bilan to'yg'izib turishing, o'zingning har vaqt ularning g'amini yeydiganligingni bildirib turishing kerak. Rustam yig'inlarda, odam ko'p yerlarda yoki boshqalar bilan paranglashganda ko'pchilik ziyon tortib qolmasin, ommaning manfaatini ziyonga uchirmasin degan gaplarni to'liq qiladi. Uningga xushamat qilib atrofida cho'rgilab yuradiganlar kishilarning Rustam mudir yaxshi odam jumum har qanday chaqda ko'pchilikning g'amini yeydi deyishganligini o'ziga yetkazganda ichida mamnun bo'lib ketadi. Rustam oldidagi iltimos hujjatlarni ishkafga selib turishiga eshik tubida birining qarisi ko'ringandek bo'ldi. Kimdir biri kirishga jur'at qilolmay eshik tubida turgandek qiladi. Bir pasdan keyin eshik asta chekildi. "Kiring", dedi Rustam. Eshikdan qiniq rangli kostyum yubka kiygan, budurchash 35 yoshlardagi bir jo'kan ayminibgina kirib keldi va Rustam ko'rsatgan so'faga yenicha o'tirib, yenidan bir iltimosni chiqardi. Bu 2 yilning oldida oshqozon raki bo'lib o'lib ketgan bir kadrning ayoli edi. Bu ayol qaysi bir oliy maktabda o'qituvchilik qiladi. 8-9 yoshlarga kirib qolgan bir jup qo'shkezak o'g'li bor edi. Rustam har qatim uni idora oldidagi yoki qo'rida uchratgan chog'larda ixtiyorsiz esit, atvorlab gul qilib qisib olgudek ayol ekan, betali chiqib qopdi bechora deb qoladi. Rustamning ayoli xonqiz uning bilan ancha-muncha chiqish-kirish qilib turadi. Xonqiz o'zi pat-pat Hurriyatning uyiga chiqaman deb chiqib ketsimi, Hurriyatni Rustam uyida bor chog'larda uyiga yo'latmaydi. Xonqiz ba'zi oqshomlari eriga Hurriyatga xeyli ko'p loyiq chiqqan bo'lsa-mu, uning birini yeyish cho'nkan, birini sahro chira ekan deb, yana birini bolalari chiqgan deb yaratmaganligini, bolalarga naqadar kuyni pokiz boqadiganligini, uy tutishga ipi borligini zir-zavirgacha so'zlab beradi. Xodinining ushiq gaplaridan bezor bo'lgan Rustam ashu Hurriyatga munosabatli har qanday gapni berilib anglaydi. Texi ancha-muncha xodinining og'zini tatlab qo'yardi. Xodini Hurriyatni maqtab kelib, turibla bir narsadan gumon qilgandek jim bo'lib ketadi-da, orqadan haqdan elishni biladi, berishni bilmaydi. Pishiqligining dastida qachon qarsa osh etmay, etgancha ichibla o'tiradi. Tamoq esa go'shtni bek oz to'g'raydi deb g'ayratini qiladi. Lekin Rustamning esiga bunday gaplar emas, uni maqtagan gaplar o'rnashib qoladi. U Hurriyat bilan tanishib paranglashadigan biror fursatning chiqishini kutib yuradi. Rustam iltimosga ittik ko'z yugurtib, qo'shimizni turib sal o'ylandi-da. "Shavon bilan uy tegishmoqchi bo'libsiz. Bu bir alohida ish ekan" deb qo'ydi. Beshini ko'tarib o'ziga talmirib qarab o'tirgan Hurriyatning qop-qora ko'zlarini ko'rganda yuragi jig'id qilib qoldi. O'zini tutib Hurriyatning ko'zlariga tikilib turib, "Qarshi tarafmi bir aloq elib kelsin. Meningcha hal bo'lib qolar, lekin pat-pat suylab turmasangiz bo'lmaydi. Men bu ahvolingizni bilgandan keyin qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Shundaqdimi iltimos bek ko'p, ishlar bek oldirash" dedi. Hurriyat qizarib, "Asli sizni avora qilmasam bo'ladi. Maktabdan menga bergan uymi cho'ng, yaxshi uy edi. Lekin bolalarim mushu yerda cho'ng bo'lg'ashqa bu yerdan ayrilg'isi yo'q. Men bu qo'rodagi obdan qo'shnilarimga qiyalmayman. Uning ustiga bu yer ota-onamning uyiga yaqin. Ularmi yashnab qolganda kunda yo'qlab turmasam texi. Ularning mendan boshqa tayindigan odami yo'q" dedi. "Rost sizgami tas? Xonqiz doim gapingizni qiladi. Ko'nglimdagi gapni qilsam, sizga bak hissashlik qilaman. Sizni tushunaman. Qo'limdan keldiganligi ish bo'lsa, ko'proq yordam qilsam deyman." Rustam shu so'zlarni qilayotganda Hurriyat ko'zlariga yosh oldi. "Siz 2 o'g'lingiz, ota-onangizni beqiyotsiz. Xizmatning hodisidan chiqyapsiz. Yolg'iz ayol kishiga osonmi? Yana men yordam qilgudek boshqa ishlar bo'lsa, kirib turing. Ishxonaga kirib o'zimga davring." Hurriyat minnatdor bo'lgandan qizarib, uzun kirpiklari ko'zlarini xumolashtirib kulib, uningga rahmat aytdi. Rustam uni eshik tubidan chaqirib olib, "Ha rost, siz bilan uy tegishmoqchi bo'lgan Shavonga deb qo'ying. Tushdan keyin qishimga kirsin" dedi. U Hurriyatning egiz boshliq to'pligining
tak qilgan tevishi quloq tubidan yetkicha sehrlangandek jimjit o'ltirib ketdi. Bara ko'zlarida, javg'aylarida ma'nlik bir kulimsirash aks etdi. Hurriyatmi chiqib ketib etib, salopatlik qamlashgan bu boshliqning ko'zlarini o'tdek chaqnatib tikilib qarashlarini, kaskin ammo ko'ngilga yoqadigan gap so'zlarni xiyoldan o'tkazib, xon qiz nima degan baxtliga deb o'yladi. Plan boshqarmasida ishlaydigan Shavongning ayoli Hurriyat bilan bir maktabda ishlaydi. Chiroyi tatrang'u, bak o'riq bu ayolning kasalchan ekanligini, maktabning orliqi yiroq bo'lg'achqa qatnab yurib jabo tortadiganligini, bir necha qatim yo'lda yiqilib qolganligini hamma odam biladi. Lekin uy taqsim qilish shartlari bo'yicha nomer qo'yib odamlarni radga tizib chiqqanda Shavongning nomeri uy taqsim qilish o'lchamiga yetmay qoldi. Onun ustiga uyi borlarni o'ylashmaymiz degan siyosat bo'yicha Shavongmi heliqi xiqirib so'zlaydigan qiyri xotinmi muzokaraga tushmadi. Muzokara oxirida Rustam Shavong bilan Hurriyatning ahvolini o'tirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, uni qo'llaydiganlar chiqmadi. Uy taqsimoti e'lon qilingan kuni e'lon oldiga nurg'un odam yig'ilib olgan edi. Rustam yig'ilganlarning yenidan o'tib ketib etib, Shavongning yig'ilug'idek bo'lib, atrofdagilarga bir nimalar davatqanligini ko'rib to'xtab qoldi. Daqiqa oraliqida u qandoqdir bir qarorga kelgandek bo'ldi-da, Uddul Shavongning oldiga berib, yanchiqidan o'ziga berilgan yangi uyning ochqichini chiqarib, uning qo'liga tutqizdi. Shavong, men sizning ahvolingizni bilaman. Menga taqsim qilib bergan uyda siz o'ltiring dedi. Shavong birdam hang-tang bo'lib qolib, ondan duduqlab ketdi. Bu jurin, unda qilsangiz bo'lamdi? Sizga bergan uyni men qandoqmi o'ylay olalayman? Bo'ldi, sizga ko'p rahmat. Ayolim ikkimiz yana bir mezgil chidab tura olamiz, deb ochqichni olg'ida unmadi. Tuzut qilmang, men chin ko'nglimdan bir qarorga kelib bo'ldim. Mening bu qitim ko'chish niyatim yo'q. Uyim bir obdan tursa, men ochqichni elang. Rustam ochqichni uninga tutqizib qo'yib, tez minib ishxona binosiga kirib ketdi. To'plashib turganlar ko'z oldida yuz bergan ishning rostligiga ishonmagandek bir-biriga qarab turib qolishdi. Kimdir biri, "Tova, mundaq boshliqlarimizmi bor ekan, ha? Men texi boshliq degan elishni bildigan" deb qolgan edim, dedi. Uning gapidan hammaylar farqlab kulishib ketishdi. Uzoq o'tmay Shavong maktabga ko'chib, uning koni uyiga ziqi kesili bor qiyri ayol ko'chib chiqdi. Hurriyatmi Rustam Shavongga o'tingan cho'ng uyga ko'chdi. Ularning xo'shalligi va minnatdorligiga gap ketmaydi. 90-yillar o'rimchiliklar uchun restoranlashish davri bo'ldi. To'y, choy, turli ma'rakalar restoranda o'tkaziladi. Restorandagi hashamat, soxta dabdaba va do'ramchilik, mayxo'rliklar huquq kuchi va pulning qadr-qimmatini tangdasiz o'ringa ko'targan edi. Xon qiz idoradagi ayollar bilan choy o'ynaydi. Har qitimgi choy uchun maxsus yangi kiyim-kechak sotib oladi. Girimxonlarga berib chiroyi, chochlarini yastatdi. Choydan xeli kashda og'zidan haroq purtib qaytib keladi. U garchi qizildan bir romka ichdim, zo'rlab turib oldi desimi, Rustam uning bir romka ichmaganligini biladi. Ba'zida bir yerlaridan sahrolikqa xos qiyofat yoki qiliqlar chiqib turadigan ayoldagi o'zgarishlardan sal cho'chib qoladi. Ayoli bir kunlari yangi ichilgan oq kechaning naqadar orom bag'ish, ozodligini maqtab kelsa, bir kunlari chinorning issiqligi, uzumzorning o'yinlarining qaltisligini maqtaydi. Kimlargadir havaslansa, kimlarningdir cho'payligini so'katdi. Har qitimda degidek so'rinda bo'lgan gap so'zlarni, kimlarning nima ish qilayotganligi, kimning uyini qandoq yasganligi, kiyimni qandoq kiyganligiga o'xshash ushshaq gaplarni ko'tarib keladi. Xon qiz ana shunday ushshaq gapga amroq edi. U gaplar mayli o'ziga munosabatlik bo'lsin yoki bo'lmasin, boshqalarning xususiy ishlari uchun haramay bosh qotirib yuradi. Yana bir jihatdan uni noiti talantli tug'ma axborot to'plag'uchi deyishga bo'ladi. U kishilarning eng maxfiy sirlarini qandaqdir yo'llar bilan bilib oladi va qandaqdir yo'llar bilan tarqitib etalaydi. Xotinining bu mijozidan bezor bo'lgan, ba'zida qattiq silkiydigan Rustam yillarning o'tishiga ergishib,
onunğa könüp, hatta qiziqibmi qaldi. Bo'libmi amal soruniga qadam qo'ygandan buyon ayoli ilib keladigan uchurlarning foydasi borligini bilib qoldi. Gerçi bu gaplar mutlaq ishonchlik bo'lmasa-mu, qancha asossizmi bo'lmaydi. Bu gaplardan ommaning inkosini, ruhiy kayfiyatini, kishilarning o'zaro munosabatini, bir kimlarning ojizligini bilib olg'ili bo'ladi. Şunun asasen kishilar bilan bo'lgan muomalani tangshab turganda ba'zi savalliklardan saqlanqili bo'ladi. Rustam diqqat qilgan yana bir nuqta shu bo'ldiki, xonimlarning bu so'rini jamoat fikrini ma'lum darajada kontrol qilib turadi. Ayollar choyda o'ltirib idoraning ishlarini mulohaza qiladi. Boshliqlarga, odamlarga baho beradi. So'rinda bo'lgan gap so'zlar uy-uyga tarqaladi. Erlarmi albatta gap so'zlarning ta'siridan chetda qolmaydi. Nazoratda Farhod ismli bir boshqarma boshlig'i bor edi. U ishkidagi dangliq bir oliy maktabni bitkizgan bo'lib, o'z kasbiy doirasida umumyuzlik e'tirof qilingan nufuzli mutaxassis edi. U xizmat natijasi bilan tashkil va omma orasida yuqori innovatga ega bo'lsa-mu, orqasida ushoq gap so'zlar ko'proq edi. Koni gap so'zlar besqib unutilishga boshlaganda, uning orqasidan yana mish-mish gaplar paydo bo'ldi. Ba'zilar uni idoraga yangidan yo'tkilib kelgan bir ayol bilan g'ayri munosabati bor ekan. Ikkisi doim mehmonxonalarda birga bo'ldi ekan. Hatto ayoli ikkilisini tutib olgan emish deyishadi. Xonqiz bu gapni choydan ko'tarib kelganda Rustam oltin tepib olgandek xush bo'ldi. Ayolning oldida g'azablangan alpozda: "Shundaq ishmi bormikan? Men teg'i Farhodni xeyli durust odam deb o'ylab yuribdi ekanman, emasmi? Kompartiyaning kadri turib, Parizatdek xotini, enkiga taqashgan ballari turib, mushundaq ishlarni qandaqmi vijdoni ko'targandi? Bundaq saxtbaz odamlarni zodi omma orasida sestib, bosh ko'tarolmas qilib etish kerak deb qaynab qo'ydi. Xonqizning emas, choy so'rindagi barliq xonimlarning bu vijdonsiz erga bo'lgan g'azab nafrati qaynab tashdi. Uning ustiga Farhod tuz mijazi, sal haqavurligi bilan osonla boshqalarga yomon ko'rinib qoladi. Ichida uningga o'shmanlik saqlab yurganlar uchunmi bu tepilg'usiz fursat edi. Shunda qilib bu gap so'zlar kishi hayron qolgudek tez suratda idoraning ichi sirtiga keng tarqaldi. Buningdan boshqa millat kishilari, hatto ushoq bolalargacha xabar tepib, hamma odamning og'zida mushula gap bo'lib qoldi. Farhodning bolalari beshini ko'tarolmay qoldi. Nimishqidir bu gapga hamma odam ishnatdi. Hech kim bu tuhmat bo'lib qolmasin yana demaydi. Farhod o'stangi sakrabmi o'zini oqlab bo'lolmaydi. U bundaq vaziyatga qanday taqabul turishni bilmaydi. Orada Farhodning ayoli ajrashmoqchi bo'libdi degan gaplar tarqaldi. Hech kim bu bir oila kishilari uchun afsuslanib yoki oz-to'la vijdon azobi tortib yurmadi. Bu bir foyja Uyg'ur jamiyatida qeliplashib qolgan foyja edi. To'laroq eng munavvar, hatto eng gunohsiz kishilar mushundaq foyjaga giribdor bo'ladi. Haqiqiy gunohkorlarni bo'lsa, kishilar osonla kechirib yetadi. Ularni oqlaydiganlar ko'p edi. Samimiyat qadrlanmaydigan, haq-nahaq ayrilmaydigan bu jamiyatda fitna fasod xuddi sirtmoqdek kimlarningdir bo'yniga tashlanishga tayyor turadi. Kimlardir unidan nab oladi. Fitna fasod tegishlik jazosini tatmaganlikdan, ba'zida huquqning qo'llashiga erishib turganlikdan xohlagancha quturib razillikni davomlashtiradi. Әтиязда nazorat bo'yicha yo'shirin ovoz berish usuli orqali boshqarma boshliqlari baholanganda Farhod loyaqasiz bo'lib chiqdi. U bir mezgil o'ngib tatirib, dardini tamakidan ilib yurdi. Ko'p o'tmay Rustam muavin nazirlikqa o'stirildi. Shu kuni kechda Rustam ombar uyga o'zi yolg'iz bekinib oldi. Koni bir sanduqdan ayni yillari dadu iskilatadan tepib olgan bir jup o'tikni ilib uzoq o'ltirib ketdi. O'tik konrab bir necha yerdan yirtilgan edi. Onun pürüm quruq yırtıqlarından Rustamning va uning oilasining sonsiz kulfatlari ko'rinib turgandek. Kendikini oran yapqudek yirtiq paxtliq chapan, yirtiq ishdan kiygan, belni qo'li bilan bog'lagan, qo'llari jaynakicha ko'rinib turgan, putlari
Yalang'idaq bir o'g'il bola qarliq dalada yugurib maktabga ketayotgandek, puti to'ngib bo'lolmaganda beshidagi yirtiq to'miqini ilib, putlarini isitib olib, yana yugurib ketayotgandek bilinadi. Rustam hayotining yangi bir manziliga qadam qo'ydi. U borgan sari ruhlanib, ichilib ketayotdi. Albatta shuncha ishlarni tavritib, shuncha odamlarni paypita qilib yursang, anglaydigining eng yaqinliq so'zlar, ko'rdigining kulib turgan illiq chiroylar bilan huzur halovat bo'lsa, ruhing o'smamdi, yashirib, ko'klab ketmamsan, hayvon tuyoqdan, odam quloqdan deb bekor aytmagan. Rustam ba'zida bu amal degan shunday xosiyatlik narsami yoki menda bir xislat bormi deb o'ylab qoladi. O'yla, o'zining haqiqatan boshqacha odamligiga ishonib qoladi. U xizmatdala emas, so'rinlardimi hamma odamni og'zi qartadi. Bu uning muomalaga usta, gapga o'tkirligidan xeyli ichib qo'ysimi o'zini yo'qotmaydiganligidan edi. Uning bilan birga o'ltirib qolganlar qadinas bo'lib ketadi. Shunga uning do'st birodarlari ko'p bo'lib qolmay, hammasi degidek qo'ldan ish keldiganlar edi. Rustam bir kuni kechda o'zi doim boradigan to'g'raqliq restorandan qaytib ketayotdi. Bu restoranni Davudning o'g'illaridan biri ochgan bo'lib, zalga intayin o'xshatib yasalgan sun'iy to'g'raqliqlar qo'yilgan. To'g'raqqa oid surat, may bo'yoq rasmlar yasalgan edi. O'tirdagi an'anaviy kat shaklida yasilib, kigiz gilam selingan o'rinda sozandalar o'ltirib nag'ma navo qilishadi. U yerda to'g'raqliqdan yoki shu atrofdan kelgan suzuk chiroy, lavan qizlar mulozimlik qiladi. Rustam har qitim u yerga borsa, echilib yeyilib, yurtga borgandek xushal bo'lib qaytadi. Bugunmi shunday bo'ldi. Yosh turib qo'rsoq silib, to'qqa o'xshab qolgan xo'jayin ularni ko'rib qolg'ili qiliq topolmay qoldi. Ha nima degan bilan bir yurtliq degan boshqacha bo'ladi-da. Taksi idoriga yaqinlashganda yo'lning chetida isti ketayotgan bir ayol uchirdi. U Hurriyat edi. U taksini to'xtatib, sirtqa chiqib Hurriyatni saqlab turdi. Ha, Hurriyat kashqabsiz-ku? Opamning mehmonlari bor ekan, qarshi beraman deb. Bolalarimiz uyda qolganmidi? Yo'lingizga qarab ketgandi, ha? Bolalarım opamnikiga qoldi. Ularni uyg'otib yurmay deb o'zimni kelishim. Hurriyat gapining oxirini nimishqadir qo'rqandek asta tushirdi. Undaq bo'lsa, bugun oqshom ikkimiz erkin ekanmiz. Men sizni bir yerga opasam boramsiz? Yey, nima deydigansiz? Xonqiz anglab qolsa. Xonqiz anglamaydi. Mang ishni u Hurriyatning ikkilinib qolganligini ko'rib, darhol qo'shib qo'ydi. Ishkirdan kelgan mehmonlarni uzdadigan ish edi. Ularning orasida bir ayolmi bor. Siz shuningga hamroh bo'lg'ach, ish pushqingizni chiqarib kelmamsiz? Boyatigi nazoratdagi ayollardan birini boshlab olaymikin deb o'ylayotdim. Keling, mashinaga chiqing. Shu oqshimi Hurriyat shahar sirtidagi 5 yulduzliq mehmonxonada sun'iy ko'l ham shoqiratmaning yenida rastlangan so'rinda tush ko'rayotganda xiyoliy bir holatda o'ltirdi. U mundaq manzirlik joyni suratlarda yoki kinolarda ko'rgan bo'lishi mumkin, ammo reallikda tunji qitim ko'ryotdi. Tamoq qo'rimalar yeyish uchun emas, ko'rib o'zirnish uchun tortilgandek bir-biridan ajoyib edi. Ammo tamoqlarga qo'l tegmay chaliq qizib olgan mehmonlar yana bir katta mehmon saroyining karaoke zali boshlandi. Masning ko'zidek xira quzg'ish chiroqlar o'chib yenib turgan zalda mehmonlarning ba'zi naqshchi qizlarga jo'r bo'lib naqsha etsa, ba'zilari yerim yalang'och tansini qizlar bilan quchoqlashib tansiq tushib ketishdi. Rustam tansichi qizlarning taklifini adab bilan rad qilib, bir qitim Hurriyat bilan tans o'ynadi. Tans o'ynab Hurriyatning beshi qiyib ketdi. To'xtamay aylanib turgan rangdor chiroqlar bilan tang aylanayotgandek bilinadigan yer yulduzliq osmonga o'xshaydigan to'rus bir-biri bilan irmash-chirmash bo'lishib o'ynashayotgan odamlar go'yo g'oya sur qaynamdek hamma narsani o'ziga tortib ketayotgandek bilinadi. U o'zining qandoqlarcha Rustamning quchog'iga kirib qolganligini tuymay qoldi. Tang oxirlashgandan keyin Rustamdan o'zini tortib yurdi.
Oxirida ular shaharning yana bir chetidagi oliy darajalik yuyinish, uvulanish markaziga keldi. Mehmonlar moncha kiyimlarini kiyib, sohib jamol qizlarning yetaklashida hech qanday viviskasi yo'q. Sirli eshiklardan kirib ketganda hurriyat zalda yolg'iz qoldi. Bu 8 qavatlik zo'r bino edi. Butkul binoni qorong'u palampay, zallarni karvat shakllik löm-löm sofalar tizib etilgan. G'uva yo'rtilgan ko'ngil ich zallarni, hatto oshxona hojatxonalarni ko'ngilni alang etadigan bir xil puroq qoplab turardi. Bu puroqdan zoti qutulqul bo'lmaydi. Hurriyatning sap havoga chiqib keldi. Tinish ozoda uyini, bolalarni o'tdek sig'indi. Birinchi qavatga tushmoqchi bo'lib, palampay koridorlarda izib yurdi. U oxir o'zini izlab kelgan Rustamni uchratganda uning eslib yig'lab etishdan o'zini oran tutib qoldi. Ular birlikda boshdagi 5 yulduzli mehmonxonaga qaytganda osmonning sharq tarafi suzlashga boshlagan edi. Hurriyat uyiga qaytishni o'yladi, ammo qandoqdir bir kuch, bir tuyg'u uni ixtiyor qo'ymaydi. Bu kuch, bu tuyg'u kishini qo'rqinchga soladi. Yo'qchun, ammo shuncha sehrli edi. Bir yilga bo'lmay Rustam Hurriyatni o'zini qochirgan bo'lib qoldi. Bu qitim oliy maktabni bitkizgan bo'lsa-mu, kasbni yaxshi o'rganolmagan, lekin amalga omroq bir yosh cho'kan tashabbuskorlik bilan uning qo'yniga kirdi. Uni nazorat ishchilar uyushmasiga o'stirib qo'yib, Rustam uningdan o'zini tortdi. U oldiga har xil talab, hojatlar bilan keldigan qiz-cho'kanlarning ko'ziga tikilib qaraydi. Ancha-muncha jalbkorligi bo'lsa, yeshi bilanmi ancha hisoblashib ketmaydi. Uning ko'nglini oladigan ayollar hojatda ravon bo'lib, maqsadiga yetganda rozimanlik bilan yo'llarga ketadi. Bu ishlar es-pusi chiqmay besilib ketadi. Ancha-muncha gap so'z paydo bo'lsa-mu, huquqning sur hayvasi ostida bozor topolmaydi. U yosh, sodda vaqtlarda tashviqotdagi dabdabalik so'zlarga shaksiz ishnatdi. Hojatmanlardan sovg'a salom elish, yanchiq tomlashni gunohlik ish deb qaraydi. Bundaq ishlarni ko'nglimi ko'tarmaydi. Biroq amal so'rini aqlli odamlarla kiralaydigan boshqacha bir dunyo edi. Bu yerda u nurg'un ishlarning sirg'a yetdi. Qonun tuzum deganlarning amaliyotda oddiy fuqarolar uchun chiqarilganligi, dunyodagi hamma ish, jumladan amal tutishning tegi taktidan olganda tirikchilik, huzur, halovat uchun ekanligiga tan berib, xam xiyol va andishlardan uzil-kesil qutuldi. Soğuk salam alganda yürüki pokuldamaydigan, qo'li titirmaydigan, aksicha quruq kelganlarga soğuk muomala qildigan, ularning gapi quliqiga yoqmaydigan bo'lib qoldi. Uning nazarida amal xuddi cho'ng dadasi aytib beradigan cho'chaklardagi ichil supramga o'xshaydi. Uningdan foydalanishni bilsa, har qanday murod maqsadga yetkili bo'ladi. U o'zini dunyodagi ishlarning tegiga yetib bo'lgandek sezadi. Kasbdan boshqaga ko'ngil bilmaydigan, qandoqdir haq-naq ishlarni deb qo'lidagi nonni o'ngshab yeyolmay, yo'lni o'ngshab mangolmay yurgan ahmoqlarni ko'zga ilmaydi. Bu dunyoda onasidan qolsa bir nechta odam uning ko'ngil to'ridan cho'nqur o'rin olgan edi. Ularning biri Liu Liugu, yana biri hozirgi yaqin odami Wang Shuji edi. Ular uning hayot yo'liga muhim ta'sir ko'rsatgan kishilar edi. Shunga u har qanday vaqtda ularga tuzkurlik qilmaydi. Albatta u Abbos Nozirni unutib qolmaydi. Rustamning oldida yangi nishon paydo bo'ldi. Maqsud Nozir pensiyaga chiqish oldida turadi. Rustam vaqt ajratib, nazorat tavasidagi pensiyaga chiqqan obro'li peshqadamlarni yo'qlashni, yana qandoqdir ishlarni ko'ngliga bukdi.